To'xtang. Men sizga bugun miyangizni ochish, ya'ni miyangizdagi salbiy fikrlarni tozalash va og'riqlarni bartaraf qilish texnikamni 3 daqiqa ichida tushuntirib beraman. Diqqat bilan kuzating. Oxirigacha kuzatsangiz, sizga juda ham foydali ma'lumot hisoblanadi. Men sizlarga bugun miyangizni qanday ishlashi va miyangizdagi og'riqlarni qanday bartaraf qilish haqida ma'lumotlarni chuqurroq tushuntirib beraman. Diqqat bilan kuzating. Bizning miyamiz qanday ishlaydi? Agarda siz qaysidir vaziyatni, qaysidir joylarni, qaysidir insonlarni xavfli deb baholasangiz, siz xavfli deb o'shanga ishonsangiz, sizning miyangiz buni yorqin tarzda eslab qoladi va doimiy tarzda o'sha xavf-xatardan sizni himoya qilishga harakat qiladi. Bularni men sizga chuqurroq tushuntirib beraman. Hozirda sizni qiynab turgan qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, ularni bartaraf qilish va ulardan qutulishning imkoni bor. Men bugun sizlarga o'z texnikamni tushuntirib o'taman. Diqqat bilan kuzating. Tasavvur qiling, bu sizni miyangiz. Tasavvur qiling, bu sizni miyangiz. Men sizni miyangizdan hayotingizda sodir bo'lgan vaziyatlarni ko'rib o'rganib chiqaman. Hozirda sizni nima qiynayapti yoki-da sizni tasavvur va hissiyotlaringizni o'rganib chiqaman. Birinchisi, 28 yoshda yozib qo'yilgan. Bu sizni miyangizdan chiqadi. Bu yozib qo'yilgan. Sizni miyangizda, ya'ni yozilgan 28 yoshida, xo'sh, biznesda bankrot bo'ldim. Biznesni o'xshata olmadim. Biznes qilmoqchi edim, qildim, boshladim, o'xshata olmadim. U yerda o'zim juda ham kuchli stressni his qildim va kuchli qo'rquvni his qildim. Bu menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Bu 28 yoshingiz. Mana shu yozib qolingan, sizning miyangizda saqlanib bo'lgan vaziyatni boshqa bir vaziyatga o'zgartirib chiqiladi. Sizga mana shu vaziyatni chuqurroq ko'rsatib, anglab bergandan keyin o'sha sizni xotirangizda saqlanib qolgan vaziyat boshqa tusga o'zgaradi. Bu 28 yoshingizda edi va yana ko'ramiz. 15 yoshimda hammani oldida sharmanda bo'lganman. 15 yoshimda hammani yonida sharmanda bo'lganman. Bu yerda siz balki nimanidir xato qilgan edingiz. Xato qilganingizda siz kuchli og'riqni his qilgansiz. O'sha yerda insonlar oldida siz sharmanda bo'lgansiz. Ana endi bu yerda sizga qanday blok o'rnadi miyangizda? Xato qilishdan qo'rqish. Va yana eng yomoni o'z fikrini bildirishdan, o'zini istaklarini aytishdan qo'rquv sizda bloki o'rnadi. Va yana boshqasini ko'rib chiqamiz. 18 yoshimda o'qituvchimdan gap eshitganim uchun o'zimni ojiz his qildim. Ya'ni o'qituvchingiz oldida siz qandaydir bir xatoni amalga oshirdingiz. Nimanidir o'xshata olmadingiz. O'sha paytda o'qituvchingiz sizni urishdi. Siz 18 yoshdasiz. O'qituvchingiz sizni urishgan paytida siz hech narsa qo'lingizdan kelmadi, siz uddala olmadingiz va o'zingizni ojiz insondek his qildingiz. Buni miyangiz saqlanib qilib qoladi. E'tibor bering, diqqat bilan kuzating. Eng qiziqarli joylarga kelyapmiz. Va boshqa voqeani yana kovlab chiqamiz. Sizni hayotingizda bo'lgan voqea. 13 yoshimda otam do'stlarimni oldida kaltaklagan. E'tibor bering. Sizni otangiz do'stlaringizning yonida kaltakladi. Balki siz nimanidir xato qilganingiz tufayli otangiz sizni kaltakladi va o'sha yerda ham siz o'zingizni ojiz, qo'rqoq his qildingiz. To'g'rimi? Ana endi buni ham sizni miyangiz eslab qoladi va bu yorqin tarzda sizni miyangizda saqlanib bo'ladi. Va bu sizni blogingizga aylanadi. İnsanlar oldida sharmanda bo'lishdan qo'rquv. Xo'p, endi boshqa voqeani yana kovlaymiz. 23 yoshimda ishdan bo'shatildim. Ya'ni siz 23 yoshingizda ishdan bo'shatildingiz. Qandaydir ishda xato qildingiz, nimanidir o'xshata olmadingiz va o'sha yerda ham siz ishdan bo'shatildingiz. Va u yerda ham siz o'zingizni ojiz yoki-da qo'ldan hech narsa ish kelmaydigan insondek his qildingiz. Farqi yo'q. Bu hammada har xil hissiyotni keltirib chiqaradi.
Ba'zi birlarda boshqacha hissiyotlar, ba'zi birlarda boshqacha hissiyotlarni keltirib chiqaradi. Meni ishlash prinsipim mana shunday sizni miyangizda yozilib qolgan, miyangizda tub-tubida yillar davomida to'planib kelgan barcha informatsiyalarni, barcha og'riq va bloklarni birma-bir hammasini o'rganib chiqib, bularni o'zgartirish, ijobiy, yaxshi tomonga o'zgartirish va mana shu og'riqlardan sizni qutultirish. Buni ilojisi bormi? Albatta. Men buni raskopka sessiya jarayonida chuqur tarzda sizlarga tushuntirib, anglatib beraman va muammolaringizni bartaraf qilishingizga, ya'ni muammolaringizdan qutulib yaxshi rivojlanishingizga men o'zim yordam beraman. Agarda sizni ham hayotingizda men yuqorida tushuntirib bergan og'riqlar yoshligingizdan qiynab kelayotgan bo'lsa va hozirgacha davom etayotgan bo'lsa, izohlarda, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Like tugmasini bosing va meni kanalimni yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube kanalimda qo'ng'iroqcha tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Agarda sizni qiynab turgan muammolardan qutulmoqchi bo'lsangiz, men kommentariyada telefon nomerlarimni, Telegram lichkalarimni saqlab qo'yaman. Agarda siz men yuqorida aytilgan muammolar menda ham bor, men o'zgarishni xohlayman, men bloklarimni yechishni, og'riqlardan qutulishni xohlayman desangiz, shaxsan o'zimga murojaat qilishingiz ham mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri baland qadrdonlarim. O'zgarish o'zingizga bog'liq.